Gabriel Garcia Marquezning "Bizning shaharda o'g'ri yo'q" asari muallifning ilk ijodiy davriga mansub eng mashhur ijtimoiy-psixologik hikoyalardan biri bo'lib, u 1962-yilda yozilgan va inson tabiati, yolg'on, vijdon azobi hamda jamiyatdagi tushkunlik muhitini mahorat bilan ochib beradi. Asar voqealari Latin Amerikasidagi zerikarli, madaniy jihatdan qashshoq va hamma bir-birini taniydigan kichik bir shaharchada bo'lib o'tadi. Hikoya qahramoni Damas ismli yosh va bekorchi yigit bo'lib, u tunda shaharchadagi yagona ko'ngilochar joy bo'lgan bilyardxonaga o'g'irlikka tushadi. U yerdan qimmatbaho narsa topolmagach, kassa apparatidagi ozgina chaqa pul va bilyard toshlarini o'g'irlab ketadi. Bilyard toshlarining yo'qolishi butun shaharcha hayotini ostin-ustun qilib yuboradi. Chunki erkaklarning yagona ermagi shu o'yin edi. Shahar ahli o'zlarining hududida hech qachon o'g'ri bo'lmaganiga ishonganliklari sababli bu voqeani ulkan fojia deb qabul qiladi. Vaziyatni yumshatish va o'g'rini topish maqsadida shahar hokimiyati bu jinoyatga mutlaqo aloqasi yo'q bo'lgan sayyoq bir qora tanli ishchini gumonlab, uni shafqatsizlarcha kaltaklaydi va hibsga oladi. Toshlarni sotishning iloji yo'q edi. Ularni tashlab yuborishga esa Damassoning ko'zi qiymaydi. Shahardagi adolatsizlik va ma'naviy bosimga chiday olmagan Damasso oxiri toshlarni bilyardxonaga yashirincha qaytarib qo'yishga qaror qiladi. Biroq u toshlarni joyiga qo'yayotgan vaqtida muassasa egasi tomonidan ushlab olinadi. Eng qizig'i shundaki, kassadan juda oz pul yo'qolgan bo'lsa ham, bilyardxona egasi fursatdan foydalanib, Damassoni ancha katta mablag'ni o'g'irlaganlikda ayblaydi va qahramon nafaqat o'g'ri, balki o'z qilmagan kattaroq jinoyatning ham qurboniga aylanadi. Marquez bu kichik hikoya orqali shunchaki bir o'g'irlik qissasini emas, balki chuqur ijtimoiy illatlarni va ikkiyuzlamachilikni ko'rsatib bergan. Shahar aholisi o'zlarini ideal va jinoyatdan xoli qilib ko'rsatishni xohlaydi, lekin aslida hamma joyda mayda korrupsiya, yolg'on va adolatsizlik hukmronlik qiladi. Shahardagi hayot shunchalik zerikarli va maqsadsizki, odamlar bilyard toshlarining yo'qolishini hayotning tugashi deb bilishadi. Bu esa jamiyatning ichki bo'shlig'ini va ma'naviy qashshoqligini ochib tashlaydi. Marquez ijodining keyingi davrlarga xos bo'lgan sehrli realizm elementlari bu asarda deyarli uchramaydi va u sof ijtimoiy-psixologik realizm uslubida odamlarning kundalik og'ir hayotini boricha tasvirlash orqali yozilgan. O'zbek tiliga ham yuksak mahorat bilan tarjima qilingan ushbu asar o'zining ixchamligi va teran falsafasi bilan kitobxonlar qalbidan chuqur joy olgan.